Kubadagi afsonaviy Marabana marafonining masofasini mag'lub qilish uchun Gavanaga minglab tomoshabinlar tashrif buyurdi. Tadbir har yili noyabr oyining 3-haftasi o'tkazish urfga aylangan. Joriy yili ishtirokchilarning soni avvalgiga nisbatan ko'p bo'ldi. Tenemos 5030. Uchurda bu joldu bası ötü üçün 5037 sportçu turadi. 1953 kishi 113 өлкөдөн kelgen chet өлкөлүктөр. Bari öz ixtiyarı менен marafonga katışıp жатат. Para participar en el evento. Ushbu tadbirda Germaniyadan, Amerika, Ispaniya va Fransiyadan kelganlar bor. Musobaqa Kuba parlamenti Kapitoliyasining qarshisida eski shaharda boshlandi. Ishtirokchilar turli yoshdalar va bular bosib o'tuvchi yo'l Malekonning qirg'og'idan ketgan. Bular 3 bosqichli sinovdan o'tishadi. It's beautiful. Kubaga buga çeyin kelgen emesmen. 10 çakırım aralıkka çurqadım. El abdan köp keliptir. Bari жақсы uyushtirilgan. Birinchi yo'lning uzunligi 10 chaqirim, ikkinchisi 21 va uchinchisi 42 chaqirimni tashkil etadi. Eng uzun yo'lni bosib o'tishda kubaliklar Marraga yetishdi.